Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Money City kanali. Bugun biz sizlar bilan o'tgan safar ochgan Telegram tarmog'imizga xavfsizlik qo'yish masalalarini ko'rib chiqamiz. Biz ko'rdik do'stlar, o'tgan safar Texno programmasi orqali bitta nomerni oldik. Endi bu nomerda yana boshqa davlatdan boshqa inson yana xuddi shu nomeringizda yana qaytadan olishi mumkin. Bu Texno programmasi yana boshqatdan berishi mumkin bu shaxs biror bir shaxsga. Ya'ni bir tasodifan siz nomeringizni xuddi shu nomerni tanlab u odam oladigan bo'lsa, u ham agar Telegram ochmoqchi bo'lsa, sizni Telegram tarmog'ingizga bemalol kirib kela oladi. Chunki kodni beraveradi Texno programmasi. Endi xo'p, bunday masalalarni bir yechimi sifatida qarashimiz mumkin. Bunga oddiy bir telefonda, ya'ni Telegramda nastroykasi orqali xavfsizlik qo'yish. Buning uchun bizda pochta bo'lishi kerak bo'ladi. Mail yoki boshqa Gmail bo'lishi mumkin. Bemalol agar yo'q, menda mail yo'q deydigan bo'lsangiz, agar xohlasangiz mail pochta ochishingiz mumkin. Agar yo'q, menda mail pochta ham yo'q, ochishga toqatim ham yo'q deydigan bo'lsangiz, ko'p insonlarda Player Market ochilgan bo'ladi. Ya'ni bu Player Market ochildi degani Gmailda sizda pochta mavjud degani. Agar Gmailda pochtangiz bo'lmaydigan bo'lsa, siz Player Market ocha olmagan bo'lardingiz. Player Marketdagi pochtani bilish uchun telefonda o'zini Gmail degan joyiga kiramiz. Gmail degan joyiga kirsak, bizga pochta bergan bo'ladi. Ya'ni mana shu pochtaga siz Player Market ochgan bo'lasiz. Ya'ni xuddi shu joyga kirib turib, pochtangiz nomini bilib olasiz. Mana yuqori qismda pochtaning nomi mavjud. Siz bemalol shu pochtaga parol jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Telegramdagi xavfsizlikni qanday qo'yamiz? Ya'ni Telegramga kiramiz, nastroykasiga kiramiz va qulf rasmini bosamiz. Qulf basini bosganimizdan keyin uni безопасный degan joy bor. Biz безопасный degan joydan shu ikkinchi qismiga kiramiz. Kirsak, xuddi shunday ko'rinishda chiqadi, sizlarda ham bosamiz. Birinchisida parol o'ylab toping deyapti. Biz bitta parol o'ylab topamiz. Bek deb yozamiz. Bek 00 bo'ldi. Yana bek nomer parolni takrorlaymiz. Bek 00. O'zingiz eslab qolishingiz mumkin bo'lgan yoki kodni eslatuvchi narsa yozib qo'ying deyapti. Kiritib qo'ydik. Endi pochta so'rayapti. Haligi pochtani kiritamiz. Kimda qaysi pochta bo'lsa, o'shani kiritsa, bitta bosganingizdan keyin xuddi o'sha pochtaga 5 talik parol beradi. O'sha 5 talik parolni hozir narigi tomondan ko'ramiz. Necha biroz kutamiz parol kelishini. Parol keldi, ana yuqorida. 555.029 talik parol berar ekan. 55029 bo'ldi. Do'stlar, mana qo'yildi. Endi bu nomerga, ya'ni parolimizni joylab qo'ydik. Endi bu Telegram tarmog'iga sizdan boshqasi agar mabodo tasodifan nomerni tanlab kirishga urinadigan bo'lsa, bu Telegram tarmog'ingizga kira olmaydi. Ya'ni bu nomerni sizdan boshqasi ocha olmaydi. Ochgan taqdirda ham, unga parol berilgan taqdirda ham undan kirish paytida xuddi shu parolni so'raydi. Agar haqiqatdan ham Telegram sizniki bo'ladigan bo'lsa, mana shunday parol qo'yilgan, shu parolni terib ko'ring deb unga ko'rsatadi. Parolni terishini talab qiladi va bu Telegram tarmog'iga kirishiga yo'l qo'ymaydi do'stlar. Telegram tarmog'idagi Amerika nomerlarimizni shu tarzda xavfsizlik o'rnatishimiz mumkin. Xavfsizlik o'rnatilgandan keyin o'sha aytganimizdek, o'tgan safar agar Teleprofit botida pul ishlamoqchi bo'lsalaring, pastdagi YouTube kanalimizda birinchi, ikkinchi qismlari mavjud. Teleprofitda ishlashda o'sha videolarni ko'rishni tavsiya qilaman. Sizlar ham shu tarzda Telegram tarmog'ingizda
xavfsizligini bemalol o'rnatib olishlaring mumkin bo'ladi. Bu faqat Amerika nomerlariga tegishli emas, o'zingiz xohlagan Telegram tarmog'ingizda bemalol xuddi shu tarzda xavfsizlik qo'yib qo'yishlaring mumkin. Do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Unutmang do'stlar, YouTube'da har xil videolar ko'p, barchasini ham ko'rish shart emas. YouTube'da har xil kanallar ko'p, barchasiga a'zo bo'lish shart emas. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. Sizlar bilan Money City kanali bo'ldi. Zombie apocalypse.